Murod aka, obedga nemaymiz aka? Shawarma. Do'stlar, bizga kerak bo'ladi avval tovuq go'shti, bodring, pomidor, salat, iceberg, karam, sir, cheddar xohlovchilar uchun. Albatta ketchup, mayonez, oxirgisi lavash. Birinchi bo'lib go'shtimizni maydalab qovurib olamiz. Ani ketdik. Maslan, kuritsa boshladik qovurishni. So'ng tuz, soya sos. Tovuq go'shtimiz pishyapti. Ungacha biz go'shtlarimizni kesib olamiz chiroyli qilib. Ketdi. Pomidor. Tovuq go'shtimiz ham pishdi mana tayyor. Do'stlar, bizda hamma yoq tayyor. Endi o'rashni boshlaymiz. Ketchup, tovuq go'shti, bodring, pomidor va karam. Sos. Va sir cheddar. Endi o'raymiz do'stlar. Shawarma tayyor bo'ldi. Endi buni qizigan skоворodkaga solib, ozgina qizdiramiz. Aylantirib turamiz. Shawarmamiz tayyor bo'ldi. Buni kesib beramiz. Mahmudjon, oling. Qani bismillah. Bo'lma chiqdi aka, rahmat.